Va nihoyat barchamiz bolaligimizdan ko'rib katta bo'lgan Karate Kid filmining ikkinchi qismi chiqdi. Jeki Chandan ajoyib comeback va juda ham qiziqarli syujetga ega bo'lgan film. U filmning birinchi qismini menimcha hammamiz eslasak kerak. 2010-yil chiqqan amerikalik bola Xitoyga ko'chib keladi, u yerda muammolarga uchraydi va kung fu musobaqasida qatnashishiga to'g'ri kelardi. Xo'p, ikkinchi qismida nimalar bo'ldi? Ushbu qismda bosh qahramoni maktab o'quvchisi Li Fong va uni ustozi o'sha birinchi qismdagi Jeki Chan. Li Fong kung fuga juda ham qiziqadi. Uning ustozi esa Jeki Chan. Ammo Li Fongning akasi kung fu tufayli bu olamdan ko'z yumgan. Shuning uchun ham Li Fongning onasi Li Fongni kung fudan uzoqroqda saqlashga harakat qiladi. Ular Amerikaga ko'chib ketishadi. Li Amerikada odatdagidek hayot kechiradi, maktabga boradi, do'stlar orttiradi va sevib qoladi. Ammo hammasi bu qadar sodda emas. Lini oldinda mashaqqatli karate musobaqasi kutayotgan edi. U karate musobaqasida hozir sevib qolgan qizchasini eski yigiti ham qatnashayotgan edi. Xullas bir gap bilan aytganda Karate Kid filmining ikkinchi qismi juda ham qiziqarli film bo'lgan, boshidan oxirigacha ko'rishga arziydi. Kinoni to'lig'ini mana bu yerda chiqib turgan Telegram kanalimga tashlab qo'ydim, albatta o'tib ko'ring. Video yoqqan bo'lsa like bosing, bundan ham qiziqarli kino va multfilmlar profilimda. Aytgancha, agarda sizga sifatli syomka, video montaj va SMM xizmatlari kerak bo'lsa, Rakurs Media profiliga murojaat qiling.